11 fikr. Matematikani yaxshi bilish uchun yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soatlab dars qilish kerak. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Bu yerda kerak so'zi zarur so'ziga sinonim bo'ladi. Masalan, men o'qishim uchun kitob kerak, men o'qishim uchun kitob zarur. Ikkalasining ma'nosi bir xil bo'lyaptimi? Demak, bu so'zlar bir-biriga sinonim bo'ladi. Endi gapni o'qiganimizda bilishimiz kerak, gapimiz ikkita qismdan iborat. Ya'ni ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Bizda birinchi sodda gapimiz matematikani yaxshi bilish bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soatlab dars qilish bo'lyapti. Endi bu yerda bilib olishimiz kerak, yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soatlab dars qilish sabab bo'lyapti. Sababimiz ikkita bo'lyapti. Birinchisi yaxshi o'qituvchida o'qish, ikkinchisi kuniga bir necha soatlab dars qilish. Natija esa matematikani yaxshi bilish bo'lyapti. Bu yerda natijani ma'nosini bilib olishimiz kerak. Zarur so'zi kelganda, ya'ni yaxshi o'qituvchida o'qimayapti, kuniga bir necha soat dars qilmayaptimi, bu matematikani yaxshi bilmaydi degani. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Kerak so'zi zarur so'ziga teng bo'ladi. Sababimiz yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soatlab dars qilish. Natija esa matematikani yaxshi bilish. Endi doimgidek sababdan natija kelib chiqadi. Quyidagi misol orqali ko'ramiz. Birinchisi, Mustafo yaxshi o'qituvchida o'qiydi va kuniga bir necha soatlab dars qiladi. U matematikani yaxshi bilishi ham mumkin. Azizbek yaxshi o'qituvchida o'qiydi va kuniga bir necha soatlab dars qiladi, lekin u matematikani yaxshi bilmasligi mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soat dars qilish ikki xil natijaga olib kelyapti. Matematikani yaxshi bilishiga, yaxshi bilmasligiga. Endi lekin yaxshi o'qituvchida o'qimaydi, kuniga bir necha soatlab dars qilmaydimi? Aniq matematikani yaxshi bilmaydi deyapti. Masalan, men o'qishim uchun kitob kerak. Kitobim bo'lsa bo'ldi, o'qishim mumkin, o'qimasligim mumkin. Lekin kitobim bo'lmasa o'qiymanmi? Yo'q, aniq o'qimayman degani. Mana buni formulada ham ko'rishimiz mumkin. Zaruriylik bo'lyapti. Sabab, natija. Yuqorida aytganimizdek, yaxshi o'qituvchida o'qish va kuniga bir necha soatlab dars qilish ikki xil natijaga olib kelardi. Matematikani yaxshi bilishga va yaxshi bilmaslikka. Buni birinchi, ikkinchi formulada ko'rishimiz mumkin. Uchinchi formulada esa yaxshi o'qituvchida o'qimasligi, kuniga bir necha soatlab dars qilmasligi matematikani bilmasligiga olib kelardi. Demak, mana buni uchinchi formulada ko'rishimiz mumkin. Endi misollarni tahlil qilishni boshladik. 32 misol. Quyidagi savollarga javob bering. Yaxshi o'qituvchida o'qiydigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Yaxshi o'qituvchida o'qishini o'zi yetadimi? Kuniga bir necha soatlab dars qilishi qolib ketyaptimi bu yerda? Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Ikkinchisi, kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Kuniga bir necha soatlab dars qilishi bizga sababni beryotdi. Sababimiz ikki xil natijaga olib kelyapti. Matematikani yaxshi bilishga va bilmaslikka. Demak, buni ham aniqlay olmaymiz. Xuddi birinchi misolga o'xshab, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Uchinchisi, yaxshi o'qituvchida o'qiydigan va kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Yuqorida aytganimizdek, yaxshi o'qituvchida o'qishi, kuniga bir necha soat dars qilishi uni matematikani yaxshi bilishiga olib kelmaydi, ikki xil natijaga olib keladi. Aniqlay olmaymizmi? Bunga ham yo'q deb javob beramiz. To'rtinchisi, matematikani yaxshi biladigan kishilar yaxshi o'qituvchida o'qiydi deb xulosa qila olamizmi? Birinchi formulaga qaytadigan bo'lsak, natija plus bo'lyaptimi, matematikani yaxshi bilyaptimi? Demak, bu yoq ham aniq, bu sababi ham plus bo'ladi, ya'ni ha deb javob berishimiz mumkin bunga. Beshinchisi, matematikani yaxshi biladigan kishilar kuniga bir necha soatlab mashq qiladi deb xulosa qila olamizmi? Bu bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi formulaga ko'ra natija plus bo'lyapti, demak sabab ham plus bo'ladi. Bunga ham ha deb javob bersak bo'ladi.
Oltinchisi, matematikani yaxshi biladigan kishilar kuniga bir necha soatlab mashq ham qilishi bilan birga, ular yaxshi o'qituvchida o'qiydi deb xulosa qila olamizmi? Buyam birinchi formulaga ko'ra matematikani yaxshi bilyaptimi? Demak, u aniq bir necha soat dars qiladi va yaxshi o'qituvchida o'qiydi. Bungayam ha deb javob berishimiz mumkin. Keyingi misolga o'tamiz. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Zayniddin matematika fanidan kuniga bir necha soatlab mashq qiladi hamda u yaxshi o'qituvchidan ta'lim oladi. Shuning uchun u matematikani yaxshi bilsa kerak. Birinchi formulamizga ko'ra, matematikani yaxshi bilishi uchun o'zi kuniga bir necha soatlab dars qilishi, yaxshi o'qituvchida o'qishi ikki xil natijaga olib kelardi. Matematikani yaxshi bilishiga, bilmasligiga. Biz buni aniq ayta olmaymiz. Demak, bungayam yo'q deb javob beramiz. Ya'ni fikrimiz, mulohazamiz xato. Ikkinchisi, Komil matematikani yaxshi biladi, demak, u kuniga bir necha soatlab mashq qiladi. Matematikani yaxshi bilishi natija edi. Natija plus bo'lyaptimi? Demak, sabab ham aniq plus bo'ladi. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Keyingisi 34. Quyidagi savollarga javob bering. Kuniga bir necha soatlab dars qilmaydigan kishilar matematikani yaxshi bilmaydi deb xulosa qila olamizmi? Bu endi uchinchi formulamizga tushyapti. Kuniga bir necha soatlab dars qilmayaptimi? Yaxshi o'qituvchida o'qimayaptimi? Demak, u aniq matematikani yaxshi bilmaydi. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, yaxshi o'qituvchida o'qimaydigan kishilar matematikani yaxshi bilmaydi deb xulosa qila olamiz. Xuddi birinchisiga o'xshab ha deb javob bersak bo'ladi, chunki kuniga bir necha soatlab dars qilmayapti, yaxshi o'qituvchida o'qimayapti, demak u matematikani yaxshi bilmaydi. Uchinchisi, matematikani yaxshi bilmaydigan kishilar yaxshi o'qituvchida o'qimaydi deb xulosa qila olamizmi? Yaxshi o'qituvchida o'qisa ham matematikani yaxshi bilmasligi mumkin-ku. Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, matematikani yaxshi bilmaydigan kishilar kuniga bir necha soatlab dars qilmaydi deb xulosa qila olamizmi? Xo'p, endi matematikani yaxshi bilmasligi kuniga bir necha soatlab dars qilsa ham, yaxshi o'qituvchida o'qisa ham u matematikani yaxshi bilmasligi mumkin-ku. Buni aniqlay olmaymiz, demak yo'q deb javob beramiz. 35. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Abror matematika fanidan kuniga bir necha soatlab dars qilmaydi. Menimcha, u matematikani yaxshi bilmasa kerak. Abror matematikadan yaxshi dars qilmayapti, yaxshi o'qituvchida o'qimayapti. Demak, u aniq matematikani yaxshi bilmaydi degan edik. Bunga demak ha deb javob bersak bo'ladi. Demak, mulohazamiz to'g'ri. Ikkinchisi, Sarvar matematikani yaxshi bilmaydi. Menimcha, u yaxshi o'qituvchida o'qimasa kerak. Balki u yaxshi o'qituvchida o'qib turib ham matematikani yaxshi bilmasa kerak. Aniqlay olmaymizmi? Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Ikkinchi fikr. Kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan hamda yaxshi o'qituvchida o'qiydigan kishilar matematikani yaxshi biladi. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Bu yerda birinchi gapimiz kuniga bir necha soatlab mashq qilish hamda yaxshi o'qituvchida o'qish bo'lsa, ikkinchi gapimiz matematikani yaxshi bilish bo'ladi. Yana o'sha sabab kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan hamda yaxshi o'qituvchida o'qiydigan kishilar bo'lsa, natijamiz matematikani yaxshi bilish bo'ladi. Mana buni quyida ko'rishimiz mumkin. Yana o'sha sababdan natija kelib chiqyapti. Endi formulada ozgina o'zgarish bo'ladi. Masalan, meni o'qishim uchun kitob bo'lsa bo'ldi, o'sha kitobim keldimi, 100% o'qiyman deyapman. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Yaxshi o'qituvchida o'qiyaptimi, kuniga bir necha soat dars qilyaptimi, demak u aniq matematikani yaxshi biladi deyapti.
Mana quyida misolda ko'ramiz. Masalan, Mustafo yaxshi o'qituvchida o'qiydi va kuniga bir necha soat mashq qiladi. Demak, u aniq matematikani yaxshi biladi. Endi ikkinchi, uchinchi misolga ko'radigan bo'lsak, Azizbek yaxshi o'qituvchida o'qimaydi va kuniga bir necha soat dars qilmaydi, lekin u matematikani yaxshi bilishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Asilbek yaxshi o'qituvchida o'qimaydi va kuniga bir necha soatlab mashq qilmaydi. Demak, u matematikani yaxshi bilmaydi. Bu ham bo'lishi mumkin. Demak, yaxshi o'qituvchida o'qimasligi, kuniga bir necha soat mashq qilmasligi uni matematikani bilishiga ham, bilmasligiga ham olib kelyapti. Ya'ni ikkita natija bo'lyapti. Formulamizda zaruriylikdan farqli ravishda ozgina o'zgarish bo'ladi. Mana birinchi formulamiz birinchi gapimizga mos kelyapti. Matematikani yaxshi bilish uchun yaxshi o'qituvchida o'qiyapti, kuniga bir necha soat mashq qilyapti. Uchinchisida esa yaxshi o'qituvchida o'qimayapti, kuniga bir necha soat mashq qilmayapti. Bu ikki xil natijaga olib kelyapti. Matematikani yaxshi bilishga va bilmaslikka. Masalan, meni kitobim bo'lsa bo'ldi, o'qiyman. Kitobim bo'lmasa o'qishim ham mumkin, o'qimasligim ham mumkin degan gap bilan bir xil bo'lyapti. Endi misollarda ko'ramiz. 37. Quyidagi savollarga javob bering. Yaxshi o'qituvchida o'qiydigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Bu yerda sababimiz yetarli bo'lmayapti. Ikkinchi sababimiz bunga yo'q deb javob beramiz. 2. Kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Bu yerda ham ikkinchi sababimiz yaxshi o'qituvchida o'qishi chiqib qolganmi? Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. 3. Yaxshi o'qituvchida o'qiydigan va kuniga bir necha soatlab mashq qiladigan kishilar matematikani yaxshi biladi deb xulosa qila olamizmi? Birinchi formulamizga ko'ra, yaxshi o'qituvchida o'qisa, kuniga bir necha soat mashq qilsa, aniq matematikani yaxshi bilardi. Demak, bunga ha deb javob berishimiz mumkin. Ko'r, matematikani yaxshi biladigan kishilar yaxshi o'qituvchida o'qiydi deb xulosa qila olamizmi? Matematikani yaxshi bilish uchun yaxshi o'qituvchida o'qimasa ham bo'laverardi. Uchinchi formulamizga ko'ra, yaxshi o'qituvchida o'qimasligi matematikani bilishiga ham, bilmasligiga ham olib kelardi. Demak, bunga aniqlay olmaymiz, yo'q deb javob beramiz. 5. Matematikani yaxshi biladigan kishilar kuniga bir necha soatlab mashq qiladi deb xulosa qila olamizmi? U kuniga bir necha soat mashq qilmasa ham, yaxshi o'qituvchida o'qimasa ham matematikani yaxshi bilishi mumkin edi. Va yana ikkinchi sababimiz, bu yerda ikkinchi sabab tushib qolgan, yaxshi o'qituvchida o'qish tushib qolgan. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. 6. Matematikani yaxshi biladigan kishilar kuniga bir necha soatlab mashq qiladi yoki ular yaxshi o'qituvchida o'qiydi deb xulosa qila olamizmi? Yoki deyapti, yo unisi, yo bunisi deyapti. Bizda fikrimiz to'g'ri bo'lish uchun ikkalasi ham teng bo'lishi kerak va bo'lganda to'g'ri deb olishimiz mumkin edi. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. 38. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Ravshan matematika fanidan kuniga bir necha soatlab mashq qiladi hamda yaxshi o'qituvchida ta'lim oladi. Shuning uchun u matematikani yaxshi bilsa kerak. Birinchi formulamizga ko'ra, u aniq matematikani yaxshi biladi. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. B. Rahmat matematikani yaxshi biladi, demak, u yaxshi o'qituvchida o'qiydi. Birinchidan, ko'p dars qilishi tushib qolgan. Ikkinchidan, u yaxshi o'qituvchida o'qimasa ham, bir necha soat dars qilmasa ham matematikani yaxshi bilishi mumkin boshqa yo'llar bilan. Aniqlay olmaymiz, bunga ham yo'q deb javob berar ekanmiz. Keyingi misol 39. Quyidagi savollarga javob bering. Kuniga bir necha soatlab dars qilmaydigan kishilar matematikani yaxshi bilmaydi deb xulosa qila olamizmi? Kuniga bir necha soat dars qilmasligi bizga ikki xil natija berardi. Matematikani yaxshi bilishi, bilmasligi. Bu yerda bilmaydi deyapti. Biz aniqlay olmaymiz, demak, yo'q deb javob beramiz. 2. Yaxshi o'qituvchida o'qimaydigan kishilar matematikani yaxshi bilmaydi deb xulosa qila olamizmi? Bu ham xuddi yuqoridagi gapdagi ikki xil natija beradi. Yo'q deb javob beramiz. 3. Matematikani yaxshi bilmaydigan kishilar yaxshi o'qituvchida o'qimaydi deb xulosa qila olamizmi? Birinchidan, ikkinchi sababimiz tushib qolgan. Bir necha soat dars qilishi tushib qolganmi?
Bu ham aniq yo'q bo'ladi. Gapimiz to'g'ri bo'lishi uchun ikkala sabab ham bir xil qatnashishi kerak. 4-si, matematikani yaxshi bilmaydigan kishilar kuniga bir necha soatlab dars qilmaydi deb xulosa qila olamizmi? Bunda ham ikkinchi sababimiz tushib qolgan, yo'q deb javob beramiz. 5. Matematikani yaxshi bilmaydigan kishilar kuniga bir necha soatlab dars qilmaydi yoki yaxshi o'qituvchida o'qimaydi deb xulosa qila olamizmi? Matematikani yaxshi bilmayaptimi? Demak, u aniq bir necha soat dars qilmaydi, yaxshi o'qituvchida o'qimaydi. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Abror matematika fanidan yaxshi o'qituvchida o'qimaydi. Menimcha, u matematikani yaxshi bilmasa kerak. Yaxshi o'qituvchida o'qimasligi ikki xil natija beradi. Balki u matematikani yaxshi biladi. Shuning uchun bu mulohazamiz xato, yo'q deb javob beramiz. 2. Sarvar matematikani yaxshi bilmaydi. Menimcha, u kuniga bir necha soatlab dars qilmaydi yoki yaxshi o'qituvchida o'qimaydi. Matematikani bilmayaptimi? Demak, u aniq dars qilmaydi, yaxshi o'qituvchida o'qimaydi. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi.